shoxli nevralgiya bilan ne'matlarga kelganlar. Bugun xudo xolasa hozir oxirgi proseduralarni qildik. Hammalab chidab oldilar. Bularniki qancha boshlangan ne'matlar aka? 18-yil. 2018-yil. 18-yil, 8 yil bo'ldi. 8 yil bo'ldi. Nima muolajalar qildingiz bu Fransdan oldin? Shu Namanganga bordim. Ashura borib yurdi. Namanganga borsam, yer toptashamasak bo'lmaydi deb yorib turib, zaldi. Mulk yorib turib, mashinacha 7-8 metrcha yer suvib olib tashladi. Nerv tomirni ichkaridan kesib, pastga shoxga olib tashlashgan. Olib tashladi. Shundan keyin bir oy yurdimda, keyin yana boshlandi. Keyin nimaga? TTZga bordim, Toshkentga. Neyroxirurgiya. TTZda endi bosh miyani operatsiya qilar ekan, ochib turib, ikkita nerv shox nima tomir bor ekan, shuni shiko'shlab qo'yar ekan. Arteriya bilan sosudda narxlik bor ekan. Podushka qo'yadi. Unga siz yaramaysiz dedi, siz tomiringizda anomal ekan. Shu ichida biz og'aymiz bo'ladi. Qaytib keldim, shundan beri shu Muzaffarga qatnayman. 4 yildan beri qatnayman. 4 yildan beri. 2 oy, 2,5 oy, 3 oyga ham yetmaydi. Operatsiya. Tok beradi, 2,5 oyga o'tadi. 3 oyga yetmaydi. Keyin sizni aytishib qoldi. Siz aytasiz, Baxtiyor endi bola bor, shaka model. Bu yerda tokni olib, ichini qilib, to'g'ri keldi. Ta'sir qilmadi oxirgi operatsiya. Operatsiya yaxshi narsa. Nima deb chiqaradi. Bu boshlanishlarda yaxshi effekt beradi operatsiya ham. Xo'p, mana hozir biz birinchi kursga kelganingizda, muolajani olganingizda operatsiyaning ta'siri bor edi. Bir qanchaga yaxshilandi mana shu klinikani o'zida? 50%gacha yaxshilandimi? Boshqa holda yurdim-da, yarim yil yurdim. Muolaja qilgandan keyin, uyga ketdingiz birinchi kursdan keyin. Qanchalardan keyin og'riqlar yo'qolib ketdi? Og'riq shu 1 oyda o'tdi. 1 oy 15 kunda og'riq qatdi. Yo'qolib ketdi. Dori ichmayapsiz. Ichmay qo'ydim. Yaxshi koronavirusni ichmay qo'ydingiz. Yashang. Bizdan rozi bo'ling. Hozir og'riqlaringiz yo'q, pristuplaringiz yo'q.